有些人的声音啊，讲新疆啊，有什么集中营啊， Assalamu alaikum, hürmetlik 再教育 tezürkövçiler. 营队啊等等。 Birleşme Agentliği'nin 12 martdaki xəbəriga qaraganda Uyghur Avtonom Rayonluq hökümetdən qurultayğa Xitayning qurultayına əvətgan vəkillər ömrünün əsası Avtonom Rayonluq hökümetinin rəisi Şöhrət Zakir Beyjandakı muxbirlarni kütülüş yığında tərbiyələş mərkəzləridəki kursantlarının sani haqqındakı suallarga cavab verishni rədd qılğan hamda tərbiyələniyotgan kişilərning haqiqiy sani chet eldagi yomon g'arazli kishilar davatqandek 1 million kishidan zo'r darajada oz degan. Şöhrət Zakir lagerdagi kishilarning qamli sababi haqidagi savollarga javob berib, biz hech qanday diniy e'tiqodni nishon qilayotganimiz yo'q. Kursantlar xuddi yataqliq maktabda yetib o'qigandek o'qib, odatda hafta oxirlari uyga qaytadi deb yolg'on so'zlagan. Muxbirlar bu xil tarbiyalashning qachon oxirlashig'i haqida so'ragan savolga Şöhrət Zakir qachonki Sharq Turkistonda bu xil tarbiyalashga ehtiyoj qolmaganda biz bu tarbiyalash markazlarini tadrijiy amaldan qoldiramiz degan. Shuningdek, bu xil tarbiyalash ijro bo'lgan 2 yil ichida hech qanday zo'ravonlik va terrorlik voqeasining yuz bermaganligini buningga misol qilib ko'rsatgan. Oxirida ammo buninglik bilan biz bir daqiqami bo'shab qolmasligimiz kerak degan. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi Dilshod Rashid vaqt fikr va Uyg'urlar mavjudligi bo'layotgan Xitoy hukumatining bu xil tarbiyalashga bo'lgan ehtiyoji mangu tugamaydi. Demak, bu Xitoy hukumatining lagerlarini taqash niyatining yo'qligini ifodasi degan. 我们这个教育培训中心啊，是根据我们实际需要去设立的。学员们呢，这个他是入学结业是动态变化。